Befarosatingni birinchi darsi. Mashina olib kelasan, mana bu mashina chiqolmaydigan qilib taqab qo'yasan. Tushundingmi? Yozib. Sen befarosat-ku, ana shundan bilinadi. Keyin mana u chiqmoqchi bo'lsa, sen topolmasdan so'kadi-ku, ana shu seni birinchi erishgan natijang bo'ladi. Befarosatlikning ikkinchi darsi. Peshixoddan o'tganda to'g'ri o'tib hech qayerga qarama. Kerak bo'lsa to'xtaydi. Hey. Keyingi, ayniqsa telefonda gaplashib o'tsang, yana ham befarosatliging bilinadi. Ana shopirlar seni so'kadi. Tushunayapsanmi? Yoz. Ana ko'ryapsan, zakritda yopiq deb yozilgan. Tortib ko'r. Ko'rdingmi? Ochilmaydi. Farosating yo'qda, shuni yopib qo'yibdi-ku o'zi mana. Zakritda yozib qo'yibdi-ku. Shunda bilinadi befarosatliging. Yur, kel. Endi mana nima qilyapsan? Yopma eshikni. Nimaga? Mana kondisioner ishlayapti. Hozir eshikni yopsang farosati bor deb o'ylaydi. Tushunayapsanmi? Farosating yo'q-ku. Tushunayapsanmi? Ochib qoldi. Bergan bilimlarimni esingdan chiqarma. Yaxshi. Agar o'sha musorga tashlaganingni men seni kechirmazdim. Shuncha bergan bilim qayerga ketdi deyotgandim endi. Bergan bilimlarni oqlaymiz, xolos. Gaplarim tushundingmi? Esingdan chiqmasin hech qaysi. Ana ko'ryapsan befarosatlikni? Birinchi shogirdlardan-da. Agar sen ham harakat qilsang, mana shu kuchli befarosat bo'lishi mumkin. Sertifikatlar olsang bo'ladi. Ozgina qiyin lekin. Nimaga? Raqobat kuchli-da, befarosatlar ko'payib ketgan hozir. Kuchli harakat qilib o'rtadan yorib chiqmasang qiyin. Ko'p. Yar yarrani